Biz seshanba kuni Chempionlar Ligasida o'ynaydigan futbolchiga 150 million yevrolik taklif yubormoqchimiz. U Olise, Kane, Doku yoki Holland emas, hattoki Premier Liga futbolchisi ham emas. Yosh futbolchi va Realdagi yangi Galacticosning bir qismi bo'la oladigan futbolchi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Real Madridning yangi futbolchisi kim bo'lishini taxmin qilib ko'ramiz. Ma'lumot uchun 7-iyun kuni bo'lib o'tgan saylovda Florentino Perez 8-bor yutib chiqib, 2030-yilgacha Real Madrid prezidenti etib saylandi. Perez barchasini saylovga saqlab kelgan ekanmi? O'zi 3 ta transferni hal qilib qo'ydi. Ya'ni Mourinho, Dumfries va Konatelarni. Shu bilan birga intervyuda eshitganingizdek, u seshanba kuni noma'lum bir futbolchiga 150 million yevrolik taklif yubormoqchi va biz bu futbolchi kimligini taxmin qilib ko'rmoqchimiz. Video oldidan like bosib qo'yishni ham unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Perez aytgan sifatlarning barchasi go'yoki Joao Nevesga mosdek, ya'ni Chempionlar Ligasidagi top klubda o'ynashi, ancha yorqin futbolchiligi. Neves Benfica'dan PSJga o'tganidan so'ng unda ancha o'sish kuzatildi, ya'ni ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritdi. Shunday qilib, ikkita Chempionlar Ligasini ham va Neves Real uchun kelajak futbolchisi sifatida olib kelinishi mumkin. Sababi uning yoshi, sifatlari va o'zgacha o'yin uslubi. Vitinha. Neves kabi Vitinha ham Perez ta'kidlagan sifatlarga mos va shu bilan birga ko'pchilik Vitinhani Realga o'tishini xohlayotgandi. Sababi Vitinha hozirda top formada. O'z pozitsiyasida eng kuchlilar qatorida, ya'ni ularning terma jamoadagi uchligi esa juda ajoyib. Vitinha, Joao Neves va Bruno Fernandes 150 millionlik taklifga ham loyiqroq futbolchi. Agarda Vitinha Realga keladigan bo'lsa, Valverde bilan ikkisi markazda bo'lib, Valverdega yuk kamroq tushishiga va hattoki Valverde ancha erkinroq o'ynashiga ham yo'l ochilardi. Bellingham esa hujum orti pozitsiyasini egallashi mumkin bo'lardi. Ya'ni markazni to'liqligicha Valverde va Vitinha nazorat qilishi mumkin. Perez bizni yana bir bor aldagan bo'lishi mumkin. Ya'ni intervyuda uning o'zi Olise emas dedi. Endi bo'lsa Fabrizio Romano u futbolchi Olise bo'lishi mumkin degan xabarni chiqardi. Agarda bu transfer amalga oshadigan bo'lsa, Realning hujum uchligi kuchayishi turgan gap. Sababi o'zi Realning o'ng qanot hujumida stabilroq o'yinchi yo'q. Ya'ni Rodrigo va Mastantuono. Rodrigo o'tgan mavsumning ancha qismida jarohatda bo'ldi. Olisega keladigan bo'lsak, u bu qanotni to'liqligicha yopishi mumkin. Sababi Olise hozirda Yamal bilan solishtirilmoqda. Olisening Realga moslashishiga keladigan bo'lsak, u Fransiyada asosan Mbappe bilan juftlikda o'ynaydi. O'ylashimcha moslashuv osonroq bo'ladi. Agarda Olise Realga keladigan bo'lsa, Realning asosiy hujum uchligi quyidagicha bo'lishi kutilyapti. Ya'ni chap qanotda Vinicius, markazda Mbappe va o'ng qanotda Olise. Agar ular bir-birlari bilan moslashib ketsa, Realda ajoyib hujum uchligi paydo bo'ladi. Xo'sh, yana boshqa taxminlar ham yo'q emas, ya'ni Due, Huicha Kvaratskhelia kabilar. Ammo shu uchala futbolchilar ozgina bo'lsa-da haqiqatga yaqinroq. Sizningcha bu so'roq ostidagi futbolchi kim bo'lishi mumkin va u futbolchi Realga kelsa, uning qanday foydasi tegishi mumkin? Batafsilroq qilib fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shunday qilib bugungi dasturimiz ham yakunlanmoqda. Agarda dasturimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.